Men Turdaliyev Muhsiddin, Novda milliy maktabida matematika fani o'qituvchisiman. Chunki yoshligimdan qiziqqanman shu fanga, fan olimpiadalari, turli xil musobaqalarda qatnashganman. Shuning uchun yoshlikdagi mehr qo'ygan fanim bo'lgani uchun shu fan bo'yicha oxirigacha borish maqsadida shu fan tanlaganman. Bu yerga kelishimdan asosiy sabab bolalarni bilimga qiziqishi yuqori bo'lganligi uchun aynan shu yerni tanlaganman. Juda ham ko'p o'quvchilar xususiy maktablarni tanlaydi, yaxshiroq o'qish maqsadida. O'shaning uchun shunaqa bolalarni o'qitish maqsadida, o'zi ilm istab, o'zi ilmga chanqoq bolalarni o'qitish maqsadida bu yerni tanlaganman. Matematika fanini o'rganishda asosiy qiyinchiliklardan biri bu matematika o'zi fundamental fanda. Bir-birini har bitta mavzu avvalgi mavzuni ustiga qurib ketiladi. Har bitta bolada asosiy kamchiliklardan biri qaysidir darsda qatnasha olmay qoladi. O'sha darsda kela olmaganligi sababli u mavzuni o'zidan o'zlashtira olmaydi. Shu sababli bundan keyingi mavzularni ham o'zlashtirishda qiyinchiliklar duch keladi. Bunga yechim sifatida biz Novda School'da o'sha kelmagan o'quvchilarni alohida olib qolib, ularga alohida o'tib beriladi matematika fan o'qituvchisi tomonidan. Matematika ikkita bo'limdan iborat bo'ladi. O'quvchilar bu maktabda o'rganadigan qismi bu elementar matematika va keyinchalik oliy ta'limda o'rganadigan qismi bu oliy matematika hisoblanadi. Faqat matematikada emas, barcha fanlarni yaxshi o'zlashtirayotganingizda sizni nazorat qilayotgan odam bo'lsa, siz muvaffaqiyatga tezroq yetib borasiz. Muhitni o'rni juda ham beqiyos. Faqat matematika uchun emas, barcha fanlar uchun agar o'quvchiga yaxshi muhit yaratib berilsa, muvaffaqiyat kaliti, birinchi kaliti yaxshi muhit deb o'ylayman. Yaxshi o'quvchini bir oyda yomon qilib qo'yish mumkin, yomon o'quvchini bir oyda yaxshi qilib qo'yish mumkin. Matematika fanini qiziqarli qilib o'tishda asosan kichkina sinflar bilan ko'p ishlaymiz. Bu narsa bo'yicha turli xil IQ testlardan foydalanamiz va olimpiadada tushayotgan qiziqarli savollardan. Undan tashqari o'quvchilar brain trainda qatnashishadi. O'sha brain trainda ham matematikadan ko'p savollar beriladi. Masalan, ikkita olma 10 ga teng, banan 9 ga teng. Shunaqa savollardan ko'p yechamiz kichkina sinflarda. Novda School o'quvchilari xalqaro olimpiadalarga qatnashyapti. Mana 4 o'quvchimiz iyun oyida bo'ladigan Kopernikus final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. U Dubayda bo'lib o'tadi. Undan tashqari yana o'quvchilarimiz Amerikaning Mayami shahrida bo'ladigan matematika va ingliz tili olimpiadaga yo'l olishdi. 10 nafar o'quvchimiz keyingi bosqichda chet davlatlarda imtihon topshirishadi. Matematika fanidan ko'proq kassirlar, hisobchilar, sotuvchilar va ko'p hollarda ITchi dasturchilarimiz juda ham ko'p foydalanishadi. Oddiy ITchilarni misol keltiradigan bo'lsak, har bir dasturlashning asosida matematika yotadi-da. Biz o'sha oddiy deb turib hisoblayotgan hisoblash tizimlari, turli xil apparatlar hammasini dasturiy qismi dastlab matematikadan boshlanadi. Dasturiy qismini avval matematik blok sxema orqali yaratib olishadi, undan keyin uni dasturiy qismini yozishadi. Matematika fanlarini otasi deyishiga asosiy sabab juda ham qadimiy fan hisoblanadi. Garchi bu tarix manbalarida yoki turli xil manbalarda aniq bir ma'lumot berilmagan bo'lsa ham qachon paydo bo'lishi haqida, lekin dastlab odamlar bir-biri bilan paydo bo'lganda o'zaro munosabatda aldov tushunchalari yuzaga kelish boshlagandan keyin savdo-sotiq turli xil narsalarda o'z-o'zidan bu fanga ehtiyoj sezilgan. Shundan keyin matematika fan sifatida qo'llanib o'rgatila boshlagan. Yana bitta asosiy ota sifatida e'tirof etilishi bu juda ham ko'p fanlarning asosiy matematika bo'ladi. Kimyo, informatika, fizika fanlarida masalalar yechish, turli xil muammolarni hal qilishda matematikaga juda ham ko'p suyanishadi. Yo'q, aslo. Matematika juda ham keng tushuncha. Hamma o'zini dunyoqarashi bilan o'lchaydi-da. Ayrimlar uchun bu matematika faqat hisob-kitob, ayrimlar uchun bu san'at asari, ayrimlar uchun chizma. Hamma o'zini dunyoqarashi bilan o'lchaydi. Albatta tasodif degan tushuncha bor. Buni bizda ehtimollar nazariyasi o'rganadi matematikaning bitta bo'limi. Oddiy bitta tangani yuqoriga 10 marta otdikda, necha marta uni ger tarafi shu hammasini bu matematika o'rganib beradi. Ehtimol va statistika bo'limida.
Matematikada isbot har bir o'quvchi biror bir narsani kelib chiqish mohiyatiga qiziqadi. O'shaning uchun isbotlab berish kerak bu narsani. Matematika aniq fan bo'lgani uchun har bir narsa o'z navbatida isbot bilan bo'lishi kerak. Matematika o'rganayotganda ko'proq qiziqarli topshiriqlar yetish kerak. Har bitta mavzuga alohida bitta tizim yaratish kerak-da, qiziqroq bo'lishi uchun. Yaxshi tizim matematikani albatta qiziqarli qiladi. Darsdan tashqari vaqtlarda ko'p o'quvchilar bilan matematik muammolar haqida gaplashib turamiz. Albatta buni holat ko'p bo'ladi. Matematika fanini o'rganishni asosiy sababi hayotda juda ham kerakli qismi juda ham ko'p. Masalan, oddiy qaraydigan bo'lsak, hayotimizda do'konlarga kiramiz. Chegirma, skidka deyishadi. Ana shularni hisoblab olish uchun yoki siz haydovchisiz, mashinangiz 100 kilometrga 8 litr benzin yeydi. O'z-o'zidan qaraysizda, tabloni benzinga qarab turib, qancha yo'lga yetishini avvaldan hisob-kitob qilish uchun kerak. Oddiy hayotda mana shu holatda kerak. Juda ham zo'r savol. Biz hozir shu jarayonga kirishganmiz. Aynan boshlang'ichdan tizimlashtirib chiqishni. Yuqori sinflarimizga ancha tayyor bo'ldi tizimimiz va boshlang'ichga ham o'tdik endi. Boshlang'ichlarda men bitta holat kuzatildi. Ya'ni o'zlarining darajalaridan ancha qiyinroq savollarni oddiy 7 xonali sonni 6 xonali sonlarga qo'shish, ko'paytirish, turli xil narsalarda bolalar qiynalishmayapti. Bu degani Node Schoolda tizim to'g'ri yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi. Matematikada sirli narsalar ko'p. Har bir inson uchun o'rganmagan, matematikada bilmaydigan har bir mavzusi juda ham sirli ko'rinadi. Asosiy chuqurlashtirishga sabab biz darsliklardan voz kechganmiz, lekin darslikdagi mavzulardan chetga chiqmagan holatda har bir mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Shuning uchun o'quvchilar yaxshi natijalarga erishmoqda. Ildiz atamasi juda ham keng qo'llanadi. Ildiz oddiy tenglamani yechishda, uni yechimini topishda qo'llaniladi. Ildiz bu alohida matematikani bitta bo'limi hisoblanadi. Ildiz haqida tushuncha ko'p. Botanikada ishlatishadi. Ya'ni daraxtni poyasini ushlab turuvchi asosiy ildiz. Matematika o'qiyotgan barcha o'quvchilarga tavsiyam, qaysi mavzuni qoldirmaslik kerak, ustozlar aytganini qilish kerak, hushi bosish kerak. Node School o'quvchilar va o'qituvchilar rivojlanishi uchun juda ham ideal joy hisoblanadi. Shaxsan men o'zimda rivojlanish ko'rdim va o'quvchilarda ham o'z samarasini berib kelmoqda. Shu 3 yildan beri faoliyat olib borsak, o'quvchilar yaxshi natijalarga erishib, biz to'g'ri yo'lda ekanligimizdan dalolat beradi.